Ye. Ha? Nima qilyapsiz siz bu yerda? Uni yurg'izmoqchiman, ketishim kerak ishtonga. Ha, kaliti yo'q-ku buni. Qo'ying, boshqa men sizni mashinani olib ketaman. Uyda reklamasini qilaylik. Aha. Hurmatli obunachilar, xo'p, Bo'ston qishlog'iga tashrif buyurganmiz. Aynan bu videomizda Bo'ston qishlog'idan kelganlarga tashlab qo'yamiz. Musofirda yurgan bo'stonliklar bo'ladigan bo'lsa, umumiy maydoni 25 sotkga barpo qilingan va hosildor uzumlari bilan yo'lning orqasida joylashgan uyimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Kiraverishimizda o'ng tomonimizda bismillahir-rohmanir-rohim deymiz. Katta kengish teraska qismimiz. Mana bu yerda ikkita xona joylashgan. Bu tomonda ikkita xona joylashgan va tashqi tomondan ham kirish xoti bor. Bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda yana bitta xona bor ekan. Davomishni ichkari tomonda. Xo'p. Bu menimcha kladovka sifatida foydalanamiz dedi. Kichikroq bitta xona ekan. Bu yerda ham remont qilib qo'ysa, atak sanuzelimiz ham polностью santexnika ishlari hammasi chiroyli ustanovka qilingan, ishlaydi 100%. Uyingizda, ya'ni xonadoningizda artizan qoqilgan ekan, yaxtagina suv chiqib kelib turar ekan. Ammo olmalar qotilib ketgan. Ayni qismimizda dehqonchilik qilaman desangiz imkoniyat bor. Noklarimizni qarang, qip-qizil bo'lib turibdi. Meni oling degandek. Xo'p. Kelaverishimizda bu tomonimizda ham zdaniyalar joylashgan, ya'ni birin-ketinlikda tushuntiradigan bo'lsa, koridor qismi va o'tirib ovqatlanadigan joy, ya'ni oshxona qismimiz. Bu yerda hozir xonada egalari borligi uchun kirib o'tirmadi. Mana bu yerdan bitta kirib ko'rsatib o'ting. Tayyor holatdagi remontli ikkita xonamiz joylashgan ketma-ketlikda. Va eng zo'r tomoni, yaxshi tomoni, mana bu yerda tandir o'choqlarimiz qishloq sharoitga moslashtirilgan. Og'il qismimiz ham joylashgan. Uzumlarimiz ham aytib o'tganimizdek mana shu obunalarimizga hadya qilinadi. Ko'rib turganingizdek, hozir aka mana hosilga kirgan. Bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz. Xonadon egasini juda ham samimiy, yaxshi inson, yaxshi akamiz. Telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Batafsil ma'lumotlarni o'sha telefon orqali lokatsiyasini tashlab beradi. Kelib ko'rib, baribir ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan his qilib, qalb bilan his qilib ko'rmagan. Boshqacha baribir kelib atmosferani ko'rgandan keyin chegaramiz mana shu Starbagacha ekan. Bemalol kelib tashrif buyuringlar, kelishilgan narxda deyishdi. Ya'ni umumiy bahosi $70,000. Kelishiladigan joyi bor albatta. Bemalol pastdan telefon qilib tashrif buyuringlar. Aynan Ishton barakali uylar kanaldan chiqdik desanglar, o'sha akamiz yaxshi chiroyli narx qilib beraman, talashib o'tirmayman deb. Sizlar bilan Shodor Baxtiyorov maxsus Ishton barakali uylar jamoasi, akalarimiz, opalarimiz uy joy qidirib yurgan, yaxshi niyatda ishlab uy joy qilaman, xarid qilaman deganlar uchun maxsus tayyorlab bordik. Sekingina uzatib qo'yamiz. Ketdik.